Xudo xolasa mana esdan nima deydi, sal uzilish bo'lib qoldi. Birovlar telefon etib qoldi. Sal uzilish bo'lib qoldi. Kechirasizlar. Ko'rib o'tirgan tomoshabinlar, tanish-bilishlar, uzr hammangizdan. Hammangiz shu Ro'za oyi bilan tabriklab qolamiz yana. Ro'za oyi nima deydi? 1000 oyga teng kecha degan yerlari bo'ladi edi. Ayniqsa Laylatul Qadr kechasini. Shu muborak Ro'za Ramazon oyining Laylatul Qadr kechalari, Ro'za Ramazon oyining o'zi bilan hammangiz tabriklayman. Qolaversa, yaqinlashib keltirgan Ro'za hayit bilan tabriklab qolib, yana mana shu efirimizni boshlayapmiz. Xudo xolasa, syomkalarimizni ko'p odam kommentariy yozibdi, o'zibdi, bu debdi. Endi ko'ramiz. Birimiz ikki kanaldan qo'yib boraturmiz. Beruniy прямой эфир, o'zim Beruniy TV plus Beruniy TV kanalidan qo'yyotirmiz. Ana shu videoni ikki YouTube kanaldan reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgan kun, shodiyanat, to'y tomosha bo'ladigan bo'lsa, aytsanglar, пожалуйста, uni ham chiqarib beraveramiz. 88 dan 355 35 78 telefonidan prямо chiqsanglar, yo bo'lmasa Telegramdan yozsanglar, Xudo xolasa hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Beruniy TV plus Beruniy TV kanalına to'y chiqaraveramiz, to'y, tug'ilgan kun, yubiley, tabrik loyiha, reklama, ish, kerak bo'lsa to'yda to'g'ridan to'g'ri efirlar bo'lsa olib ham boramiz biza. Bu bizga problema emas. Bizlar video kamerani ko'tarib anayoqqa yugur, video kamerani tushirib aparib palankasiga ber, u odam kameraning ichidan bir narsani so'rib ol, videoni. Bizlardagi to'g'ridan to'g'ri efir bizlarda. Biz qo'rqmaymiz. Xizmat bo'lsa aytsanglar, tabrik loyihami, boshqami, Xudo xolasa ishlab beramiz inshaalloh. Mana bugun do'stimiz Bahodir yana murojaat etib keltir. Allah ziyorat etsin. Ko'ryotir mana odamlar, xalqimiz, elimiz, yurtimiz. Rahmat shunchalik ko'rayotgan ekansizlar. Tomosha etayotgan ekansizlar. Benihoya rahmat o'nga. Beruniy TV'dan ko'rayotganlar, Beruniy prямой efirdan ko'rayotganlar. Hammangizga kattakon rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Allah ziyorat etsin. Like bosib, kommentariy yozganlarning qo'llar ko'rmasin. Ko'p odam meni o'zini ko'rsatmaysan deydi, boshqa deydi, o'zimni ko'rsatdim ham. Boshqa aytdiga meni bilganlar ko'pchiligi biladi, ko'pchiligi bilmaydi. Endi ko'p odam meni reklama bo'lmasa no deb yoziydilar. Qozog'istonga boraturganim, qaytib ketganim, ko'pchilik meni sasimdan tanishi mumkin, boshqa aytishi mumkin. Menda quruq ana-buna emas. Men ko'p reklamada aytdim. Avvalam shu Beruniy prямой efir Rossiyada, Qozog'istonda, O'zbekistonda shu ot bilan Beruniy prямой efir yilini qarab turib, oyina kechasini qarab izlasanglar, topib olaverasizlar so'nggi videolarni. Yaxshi, gapni qisqa aytamiz. Mana Bahodir do'stimning yoniga keldik yana. Bahodir do'stim mana shu tomoshabinlar bilan yana bir qator salomlashib o'tsang. O'zing yana bir murojaatlar bo'lsa, nima deydi? Aytadigan gaplar bo'lsa, ko'rib o'tirgan tomoshabinlarga, zritellarga yana bir murojaat etsang o'zing qalbingdan, nima deydi, bir qalbingda bor narsani aytib o'tsang do'stim. Assalomu alaykum, Beruniy TV. Beruniy prямой efir. Beruniy prямой efir.
Podpisчиклер. Podpisчиklari. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Shu men o'zimga bir juft halol izlab bular chaqirib shu kniga chiqyapti do'st. YouTube'ga. O'z xohishim bilan. O'zim 1979-yil tug'ilganman, hozirda bo'ydaqman do'st. Unda birinchi aylan bo'lgan, biroq ajrashganmiz aylan bilan. Hamma narsa bor. Endi tuman bir ikki video bo'ldim deyashtirgan yo'q. Bir kvartira deb söylaganga uy bormakan deb shu uy meniki, shu kanal dom meniki, kvartira. Kvartira emas dom. Ha, ava kommentariyada o'qidik. Bu o'zi nogiron odam bo'lsa, daromad manbai ne deb yozibdi birovlar, ha? Birovlar shu xudoxonasi meniki. ava, o'zim birovlar yozibdi. O bu nogiron bo'lsa, birovning uyida kvartirant bo'lib tursa, ya u noto'g'ri tushunmanglar. Ko'pchilik uni kvartira deganda ijaraga turib yashash deb shunday deb o'ylabdi. Ijarada yashamaydi. Bu kishi Beruniy Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy rayoni, Beruniy shahar, Beruniy tuman, Beruniy shahar Koltsoyda bir yerda 2 etajli domlar var. Ana shu domlarda kvartirada 2-chi qavatda 2-chi etajda yashaydi. Bu kvartirasi o'zining ota-onasidan qolgan xususiy mulki. Kvartira demak, domda desa ya. Shu domda endi ya bu kishi pul to'lab yashamaydi. Bu o'zining xususiy mulki bu. O'zining xususiy mulki otasidan, enasidan qolgan. Buni ruschaga aytganda kvartira deydi. Toshkentdagilarda, bizning O'zbekistonda dom deb aytiladi. Xususiy 4-dom, misol uchun 5-dom, 5-kvartira, 5-uy, 5-xonadon deganday gapda u kvartira degan. Qayerdasin to'g'risi 3-dom, 4-kvartira. Aynan, ava, misol uchun shu 3-uy, 4-xonadon, 4-uy, 3-xonadonda yashaydi-da, to'g'risi. Yo'q, bu to'g'ri. Kommentariyda yoziblar, ana buni yozaveringlar. Yo'q, xususiy o'zining otasidan, enasidan qolgan uyda yashaydi bu kishi. Davom ettiramiz, bahodir do'stim. Shu mening niyatim shu uylanish, bir bola chaqali bo'lish, bir orqamizdan bir nasl qoldirish to'g'risi. Maşallah. Maşallah. Azizlar, akalar, ukalar, sizlar ne deysizlar, ne qo'yasizlar? Har kimning o'zining mayli kommentariy yozing. Hozir. Kommentariy yozing. Boshqa ayting, o'zlaringiz bilasizlar. Negativ yozing, negativ yozing. Like bosing, bosmang, u bizga baribir. Biz qo'rqmaymiz. Bizlar haqiqatni chiqaramiz. Borni bor deb chiqaramiz. Yo'qni yo'q deb chiqaramiz. Shuning uchun akalar, ukalar, opalar, singillar, og'ayni to'g'on, hurmatli hamshaharlar, el yurtdoshlar, sizlardan iltimos, bahodir do'stimiz mana 1974-yil tug'ilgan katta usta kishi, bir taqdir taqozosi bilan turmushi bo'lmay ajrashgan, Rossiyada ishlab yurib, bu kishi katta bir firma emas, endi kompaniya, u katta shirkat edi. Bilamiz uni, shu katta shirkatda bu kishi santexnika bo'yicha qo'lida 600-700 yigitlar santexnik bo'lib ishlaydi. Bu kishi shu santexniklarning otryadida brigadir edi bu kishi. To'g'rimi, Bahodir? Bu bundan qaragan vaqtida yalpoq til bilan tushuntirganda bu kishi почти bir zavoddan yo bo'lmasa bir fabrikaning ne deydi? Bir sexining boshlig'ida edi. Qo'lida o'ris ham bor edi bu kishining. O'zbek ham, tojik ham, qirg'iz ham, ko'p millatli, Belarus ham bor edi. Bu kishi shularni boshqarib yuradi edi. Bu taqdir taqozosi bilan shu bahodir do'stim shunday bo'lib qoldi, endi iloji yo'q. Efirga kirganlar Beruniy прямой efir, Beruniy TV+, Beruniy TV kanallarida sizlardan iltimos. Ava, estan. Iltimos.
Esen ekeler ükeler like basıveringlar efirge kirgenler. Hazır mene doğrudan doğru efir alıp baratırmız. Sizlerden like'ınız bizege bir tim pul epkimiydi. Ya bizlerge plastik kartamızga ya YouTube şutumuzga bir tim pul vermedi. Sebebi Özbekistan'da monetizatsiya degen nerse yok. Şunun için sizlerden bir iltimas. Kanalga koşulganlar iltimas sizlerden efirge koşulganlar bir like basıverip kommentariy yazıp oturunglar. Like degen bu videonun keng tarkalışına sebep boladi. Bu like yine bir sizlerge aňsat jalpakta bilen çüntüreten bolsam like degen bu mişmiş degen gep bu. Birinçe jalpakta bilen çüntürgende vay içtiňmi he? Bu buna Bahadır hatyn izlep çykypdy dip koňşy iki koňşy bir-birine aýtsa koňşy araka bardy. Bahadır biremiz pelan hatyn alajak eken dip gep koşup aýtkanday mişmiş tarkatalypma sebep boladigan nerse bu. Kança köp like basılsa bu videonu YouTube şunca köp saklap beredi. Şunca köp saklap bergenden keyin bu video YouTube'dan uçup gitmedi. Kayta görüveresizler. Şunun için sizlerden iltimas yaxşılap nolidi maylı ovqat yep, palav yep, maylık bolan kollarınız bilen, barmaklarınız bilen bılçıldatyp ekranına baş barmakla bir basyp goýuňlar sizlerden iltimas. Köp näçe ketmedi. 3 sekundam ketmedi oňa. Ihtiýarlaryňyz bassaňlaram basmasaňlardam, lekin bu videonun keng tarkalyşyna sebäpçi bolduňlar iltimas sizlerden ekeler. Şonuň üçin bir ýardam sizlerden kommentariy ýazyňlar, like basyňlar, dislike bassaňyzaram lazymyz. Baş barmakly ýokary karap bassaňlaram razymyz. Peşke karap bassaňlaram razymyz. Ondan korkmaýmyz. Peşke karap bassaňlaram bu bäri tarkalady, ýokary karap bassaňlaram bu bäri tarkalady. Şunu ýadyňdan çygarmaňlar. Şonuň üçin sizlerden iltimas bu videonun keng tarkalyşyna sebäpçi bolup ýardamçy bolaslar. Hullas bu ýene mövzuga gaýtamyz, temaga gaýtamyz. Bu Bahadır dostumyz Moskwada birden şunday dawleniýesi çykyp ýygylyp, kasallanıp, insult bolup galyp buyaka kaçıp geldi. Şu işlep oturgan katta kompaniýasy, şirketi özbekçe dep aýtkanda, orusça dep aýtkanda firmasy mamuriýaty bu kişini özi mahsus şu Moskwadagy medikler bilen birge koşup, medisina hadymlary bilen birge koşup, buyaka Özbekistanga uçurup beredi. Özbekistanga kelip olar ahwaly çüntirip, bu kişini baýnsaga ýatyrgyzyp ketedi. 2020-nji ýylda, ene şu 2020-nji ýyldan bugüne mene Bahadır dostumyz Allah taala şunday bir sonaw bergen eken, Hudaga şükür ölmej janyny aman kapdy mene. Şu günlerde görüp bu Bahadır dostumuz bilen hem. Bahtiyar degen muratınız var mı? Süddin Celili yazada Bahtiyar Cüran'ın ükesi bu diýdi karaldy. Awa şu Bahtiyar'dyň ukesi 16'dan. 16 yamandan. Süddin Celili. Hüseýin Jalilew. Moskwada hazır. Görüp oturupsma Hüseýin eken. Hullas awa şu Cüran'dyň ukesi bolala. Şu sizden iltimas halkymyz Moskwada görüp otursalarma, Germaniýadama, Hytaýdama, Arapdama, Ejemdama, Şarkdama, Garpdama, Şymaldama, Jenupdan nerede bolsaňlar şu barmaklardy bir basıp berseňler, baş barmagyňyzy basyňlar, ýokary karatyp, ýa bolsa peşke karap basyňlar. Bizege barby, bize ondan korkmaýmyz. Negativ ýazyňlar, ýaxşy gep bilen maktap ýazyň, ýaman gep bilen ýamanlap ýazyň. Korkmaýmyz. Bizler bar närseni bar diýmiz, ýok närseni ýok diýmiz. Biz agys Bahadır manlaýymyzda oturtdy, ony düşürip oturup Bahadır biröw ýok dese, ýok eken dip oturup bolmaýy size. Barma bar, mene Bahadır görünüp turupdy. Şunu görýärsiz. Ýokma ýok, ýüzüni görýärsiz. Ana şunday mene Bahadır dostumuz takdir dakazasy bilen kesellenip gelip ana şunday ahwalga düşüp Allah taala bunyň ömrüni kaçyp berdi ýene.
Allah'ın yaratkan Hudanın biz bendelerge degen sıylağı, sınavı. O hemmege de biri miydi Allah Teala onday dertti. Kimin işi alga yürüse tayarlanır. Tayarlanırsın. Ezan çıkımından korku gerek. Niçin? Hudayım şunday bir özünün kahır gazabını tayarlap koydu o adamga. Şunun için onun elindeki nerseler ansat etip koydu. Kimde ağzında dert, kesellik, kısınçma bilen sanasa bu adam kuanı gerek ki erten bir gün şununday bir derece beredi. Erten vay bile min üçü hit beregen dep oylanadı. Bakada kolun götürüp koydu. Kim degen eken? Hüseyin Celil. Oo, Hüseyin eken. Hüseyin Celil degen bir salamlaşarın. Moskvada eken. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salamlaşatır Hüseyin Dileke. Moskvada mısınız hazır? Kaç yerdesiz? Bir haberlaşarın. Komentar yazarın. Karşı karıp okup oturup bize bine. Salamlaştı bine Bahadır dostumuz. O hullas mevzudan uzaklaşmamız yine. Bu Bahadır dostumuz bine Allah Teala ağzında derdi bilen sınavına yoluqtırdı. Bir hastalığı bilen özüne bir sınavın saptı başına aman kaptı. Bu kişinin indi kulak alese müracaatı özüne bir halal, cüpt halal, imanlı, etikatlı, rızklı, ruzlu bolup yaşaş niyeti hemmemizin hem. Şu cümleden bu kişinin hem. Bu kişinin bir Hudadan sorağını bizlerge indi Hudaga müracaat etti, bizlerge yardım berip çakırdı YouTube kanalından. Adna Klasik'ten koyuvatırmız, YouTube'dan koyuvatırmız. Moskva'da mı oynuyordu? Moskvada şu çamamızda sizin artık profilingizge kirip koyuvatırmız minakta. Çamamda sizin profilinizden şu Rusya'ya yaklar çıkıp durdu. İnternetten sel çalarak bolup durdu sizlerde çamamda Moskvada. Aleyküm selam dedi. Mafya dedi bu. Hullas Ne gülüm dedi. Edil Cerkinov. Edil Jarkinov salam aleyküm yaxşımsız? Özünüz tanışıverin kası Edil Jarkinovsiz, qayerdansiz, hazır neredesiz? Bileyim. Şöyle oldu. Yaptım bu oyunda. Edil sen yanında mısın? Kimde mafya dediniz? Burada mafya yok. Ondan demem. YouTube'da keman makoyradı. Burada nasıl uçuruz mümkün? Bizden göremedi ama. Hullas bu Şifasını versin dedi. Hüseyin Celil. amin aytkanınız kesin. Hullas bu Bahadır dostumuz Allah Teala'ga bir yakka yeri var eken tiri kaptı. Allah Teala mına şu derecege epkipti. Ayakka tiklenip yürüvatır. Kirede çıkadı. Mına kışı bilen uydan önce çıkıvermedim. Dım zerikkan vaktında, içim kıskan vaktında peske düşüp çıkaman dedi. Sebebi ikinci etajda yaşaydı domda. Mına kun ısıdı. Bugün bir peske düşüp sırtta bir 15-20 metre anakka, 15-20 metre beyaka yürüp aylanıp geldim dedi. Kun kızgınlar keyin malades dedim. Hullas bu kişi Allah Teala'dan soradım. Osun sizlerge müracaat ettim. Kim ammaga çıkarıp berin. Yardım berinler. YouTube'dan, Instagram'dan, Adna Klasik'ten, Facebook'tan, nerede internet olsa tarqatıp berinler, çıkarıp berinler dedi. Yaxşıp çıkarıvatırmız. Onun için ne deydi? Ayıpka buyurmuşlar bizler. Bar nerseni barında çıkaramız bu. Bahadır dostumuz aytkanı boyunca keldik mene. Xudaga şükür. Mene Bahadır dostumuz 3. videomuz bolsa gerek he? 4. mi? 2. Ya tölümün ilk onu aldık. Adamın ilk otur. Ya tölümün 3 onu aldım da o. 5. video. Hullas 5. ya 4. videomuz. Özbekistan'ın köp yerinden 88'den 355 35 78 telefon nömerine doğrudan doğru telefonlar geldi. Telegram'dan yazıldı. Özünün karakteristikasını yazdı. Mahalla komitesi, yaşadığım Oğul Soveti, Kışlak Hocalık Reisi,
aksakallarından malumatnama alıp resimge çürüp bibergelleri boldu, videoga çürüp bibergeller boldu. Toğrusu bizlerge vaqtınça turmuş ortak kerek emes bakadır. Doğru bizlerge bir ömürlük hocalık bolaman deytuğun, aile kuraman deytuğun adam gerek, ayol kız gerek. Meyle o turmuşundan ajrashkan bolsun, meyle turmuş ortağı hocayını yeri alamdan ötken bolsun. Bizlerge anlaşıldılar gerek. Bakadır dostumuzga. Bakadır dostumuz ne deydi bir iltimas etti. Bizlerge anlaşıldılar bir ne deydi? Buna da tikikendeki keldik. Mana bugün bir saattan öttik kelganimizga ayrımaz o yaktan bu yaktan suhbatlashib o'tirdik. Manga kelgan şu 3578 telefon nomerine kelgan ma'lumotlar, manga yuborilgan ma'lumotnomalarni ko'rsatdim. Videodan chiqib so'ylashtirdim. Bir-ekovi bor ekan sal ko'ngilga unag'iday. Bir-ekovi bor, qo'polroq bir-ekovi bor. Endi qo'pol bo'lganda quruq erkak qo'polmaydi. Ayol qizlardan qo'pollari bo'ladi. Anjirdalar ham chiqib qoldi. To'g'risi bu Bahodir do'stimiz 1979-yil tug'ilgan. Shunday nomzodlar ham chiqdi. Bahodir do'stimizga kerak bo'lsa aytsam kulasizlar. 65-yillar ham chiqdi. 70-yillar ham chiqdi. 2000-yillar ham chiqayotir. Bizlarga chiqqan bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashashga rozi bo'ladigan, shu bizlarning Beruniyning urf-odatini etadigan, shunga rioya etadigan turmush o'rtoq kerak. Kelib turib, misol uchun Andijondan keldi. Bir nomzod chiqdi, yashadi. Kelib turib, bu yoqda kelin bo'lgandan keyin Andijonning urumini etaman, Andijonning yo'lini etaman. Kindan salaman, indan salaman. Yana bir narsa olaman, uytaman, bitaman degan bo'lmaydi bizlarga. Bizlarga ana shu yerga kelgandan keyin shu Qoraqalpog'istonning, Xorazmning urf-odatlarini rioya etadigan, shu Bahodir do'stimizni kelgan vaqtida keldingmi deb, ishdan charchab kelgan vaqtida, ketgan vaqtida ketdingmi deb kuzatib qoladigan, kelgan vaqtida voy keldingizmi deb qo'lida bir tanqan suv bilan, inda sulgi bilan qo'lni yuvdirib kutib oladigan, olmasa yetib keldingizmi deb qo'lina issiq quyib, sulgini tayyorlab, qani keling choy demlab beraman, noskingizni cheching, oyog'ingizni cheching, dam olib o'tiring deydigan ayol qiz kerak. Qisqasini aytganda bizlarga vaqtincha emas, ana shunday bu Bahodir do'stimizga farzand tug'ib beradigan, mayli ul bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, Xudoning bergani bo'ladi. Bir farzandli bo'lish niyatim bor degan gaplarni ham aytdik o'tgan videoda. Bahodir do'stimiz ham aytdi. Biroq ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q. U har xil odamlar zon ketadi. Shundaylar ham chiqib qoldi. Boyvachcha ayollar ham telefon etdi. Bola tug'magan. Umuman bola tug'olmaydiganlar ham telefon etdi. Endi to'g'ri tushunasizlar. To'g'ri tushunasizlar. Har kim har xil ma'noda tushunadi-da. Kimdir ay anitaman, bunitaman deb telefon etdi, so'ylashtirdim Bahodirning o'zi bilan. Shunday ayollar bo'ldi, zon etgan, so'ylashgan. Kerak bo'lsa Bahodirning uyina qiziqqanlar ham bo'ldi. U bizlarga uyga qiziqadigan emas, oila bo'laman degan, turmush quraman degan niyatda telefon etish kerak. To'g'rimi? Albatta. Ana shuning uchun bizlarga alom bo'lov emas. Bizlar shuning uchun bizlarga yurgan burgan
қаққан соққан, құдай ұрған, көшеде адашқан. Ала ондайлар керек емес. Маңа да айттылар, мен өзіме де айнықса Одноклассникта, Фейсбукта, Яндекс.Дзенда, Яндекста, Контактта дым активмін. Ютубта уже бір-екі каналларым, бір-екі айрым бір себептерге, бір-екі жақшырақ адамдарға яңқырамай қалды. Өзіңді көрсет дегенде болды. Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gerçekten Tuçumalı yaz Tuçumalı. Özünüz tanıştın dedi. Özünüz tanıştırıyor. Söyleyip oturan adam kim gözünü tanıştırıyorsun dedi. Kim ekan? Kim ekan o? Mınadan tavuk arkanı. Kim ekan? Ata özünü tanıştırıyor degen. Tak. Hadi tanışalımız, Xuda kalece. Nereden söyleyip oturan adam kim bu dedi. 78-86. Atını açsana, atını yaz verin, 78. Atınızı yaz verin atınızı. 78-86. Meni düm bana şu an bakan bazan atınızı at verin. Men tayintan adam bo'lsa parolcha. Ağacı Nasıldı? bizlerde көп adam anao mınao dedi, özümdü görset dedi. Endi bu YouTube'dan kimedi bana o komentari? Bana başka ijtimoiy tarmoqdan geldi. Men bir gene YouTube'da efir etmeymen axir. Meni internet ne deydi? İnternetde bir gene bizlerдің өзбек халқымыз bir gene YouTube'du biladi. Ya men bir gene YouTube'dan efir etmeymen, to'g'ri narsalar. Özbek halkının bilmey turgan kanalları var. Bir o komment yaz, bir komment at. Assalomu alaykum, Qozog'istonda qolaysizlar. O'zbek bog'urlar deb Musa Ulanov. Wa alaykum assalom, assalomu alaykum. Qozog'istonda ko'rib atқан qarindosh ағайлар, інілер, бауырлар қазақ халқы. Сіздермен де кезі келгенде сәлемдесіп амандасып алайықшы. Қазір осылай нағыл дейді. Мына Өзбекстанның азаматтары, Өзбекстанның азаматы болғанда да мына Қарақалпақстан Республикасы, автономный республикасының Беруни қаласына эфир жасап жатырмыз. Сол демекші ілтимас сендерден өтініш, біздегі ілтимас деп айтады қарақалпақшада, қазақшалап айтқанда өтініш сіздерден. Осы біздің канал Беруни прямой эфир, Беру деген YouTube канал арнамыз бар. Сол парақшамызға тіркеліп өтуіңізді сұрап қаламыз. Және де Беруни TV плюс Беруни TV YouTube парақшамыз бар. Оған да тіркеліп кетіңіз, подписка басыңыз, лайк, комментарий жазып қойыңызшы. Кім қаяқтан біздерді көріп жатыр. Соған сіздерден өтініш. Керек болса басқа да қарындас көрші мемлекеттермен көріп жатқандарға тарқатып қойыңдаршы. Ресей болсын мүмкін, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстанға тарқатып лайк басып қойыңызды сұранып қаламыз. Ал енді бізде эфирге шықпады деп айтып отыр ғой мына көп көрермендеріміз. Қазір өзім кездесіп кетейін, мен тек қана YouTube'қа шықпаймын мен. Интернеттің басқа да жерлері бар, басқа сайттары бар. Сол жақта мені танитындар основной ВКонтакте, Одноклассник, Фейсбук, Яндекс.Дзен, соларға да шығып, сол жақтарда да эфир жасаймын мен. Комментарий оқып отырасың, Құда қаласа. Сол демекші не дейді? Бақыты достым, yanıma tanışama енді. Ассаламу алейкум. Қаны кездескендер бар ма? Мені көріп жатқандар. Көріндің ба? Оператор телефонды кішкентай мен де көрінетін сияқты етіп қоясың ба? Кешкене. Немесе Солай ба? мен де кішкене көрінейін де Бахадыр мен екеуміз. Солай ба?
Ya Bahadır da görünsün. Benim görüneyim. Mine. Bahadır dostum. Bunlara koydurum diyeyim. Mine. Kuda kalese. Bilmem hazır ipirde üzerine koysattın dediler o. İpirde görün oturmam mine. Tanımakallar. Assalamu aleyküm. Orası kabul olsun diyeceğim. Musa Olanov. Musa'ga rahmet Allah ziyade etsin. Sizin de tutuvatkan orazalarınız Kuday'ın gözü kollap sizin de niyetleriniz geçip Kuday'ın gözü yaratkan çevir. Osa orada kutlu mübarek orada ayında sizin de niyetleriniz geçip gitsin. Kezgegen gece sizi de orada bir kutlukta koyam. Sizin de tutuvatkan orazanız olga bir nağlıydı ibadat. Sol ibadatlarınız, okuvatkan namazlarınız, Kudayga aytıvatkan astagfirullah dualarınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aytıvatkan salavatlarınız jetip barsın. Allah Taala barlığımızga oso günlerdi kutlu kılıp, so kutlu günlerde barlığımız baxt, saadat men jasauda ömür ötkürüdü. Ömür payanımızı ahlaklı, nemere çeviribin jasap ötedi. Barlığımızga müyesser bolsun. Sol demekçi mine tағы da эфир жасап жатырмыз. Hürmetli Biruni TV kanalının подписчиклары, Biruni Prямой Эфир TV эфирдің Biruni Prямой Эфир YouTube kanalının подписчиклары, көріп отырғанlar, Biruni TV'ni білмей тұрғанlar, Biruni TV'ға подписка басып қойыңlar. Biruni Prямой Эфир kanalını білмей тұрғанlar, оңа да подписка басып, лайк басып қойыңlar эфирге де. Amin rahmet dedim. Amin. Rahmet. Kayaktan görüp atısız bizi Musa ağa, Kazakistan'ın kayağındasız keser. Negisi kayaktan bolasız. Sonunda komentariga жазып koyunuzçu. Mine özümü ko'rsatdim. O Bahadır dostumuz selgene görmeye kaptık mine. Operator Bahadır dostumuza ko'rsatlar edin. Görüntü tuttu. Endi. O xullas men ko'pchilik meni taniydi, biladi. Bahadır dostumuz bilan ko'p vaqtdan beri tanışmiz. Onu aytudun keragi yo'q. Karaganda kalasındaman dedi. O Karagandan qay yerinden? Buxar-Жыраускай rayonuna Karagandenskiy oblast, rayon Buxar-Жыраускай. Barlığına Temurtau rayon, barlığına. Әсіресе мына көмірдің канында істеп жатқан, көмір шахтада істеп жатқан барлығына Теміртау, Бұхар-Жыраускай, Аяскент барлығыңызға салам. Барлығыңызға сәлем. Өзбекстан Қарақалпақтан. Xullas men anaşı Bahadır dostum bilan qanchalik tanishligimizni biz Bahadır dostumuz ekamiz bilamiz, to'g'rimi? İlahım baktın tapsın depti Firuza Yusupova. Amin Firuza opa aytganingiz kelsin. Amin. İnşallah. Sizge de Allah Taala şunday yaxshi kunlarda, mübarek Ramazan kunlarida yaxshi kunlarda tilab qolamiz. Mene Bahadır dostumuz bilan ko'p vaqtdan beri do'stlashamiz, tanishmiz, bilishmiz. Qozog'istonda birga ishladik, ko'rishdik. Endi Qozog'istonda uncha ko'p ishlay olmadik bu kishi bilan. Toshkentda ishladik. So'ng yo'qolib ketdik, bir-birimiz yo'qotib qo'ydik. So'ng Moskvada tavishdik. Ondan ham aloqalar uzilib qolib olsun. Случайно bu Bahadır dostumuz YouTube kanalını ko'rib o'tirib, YouTube orqali, kommentariy orqali Edil Cerkin'i tanımadım bu blogu dedi. endi blogerlarga aytdim, it uzumga o'xshab ko'payib ketdi. Hamma bloger taniyveradigan bo'lsam, satimiz tushib qoladi bizgina o'xshab. Şöyle bu dostumuz bize müracaat etti. Bir yardım veringlar. YouTube kanalga chiqajaqman. Ana shunday bo'ldi do'stim deb chaqirgandan keyin yaxshi deb YouTube kanalga chaqirdim, YouTube'ga chiqaveraylik dedi. To'g'rimi? Shu YouTube'ga chiqib bir ikki video etdik.
O'zini ne deyber? Sadık vafalı yar. O'zgarmas bir so'zida turadigan O'zbekdan, Qozoqdan, Qoraqalpoqdan, Turkmandan ayol qizlaridan murojaat etadi. Qoraqalpoqdan Xorazmda yashab o'tirgan. Umuman O'zbekiston Respublikasi bo'yicha murojaat etadi Bahodir do'stim. O'zbekistonning ko'p yeridan murojaat keldi. Yani bize murojaat ettik, bizga aloqaga chiqdilar. Hatta mana Toshkentga chaqma bilan qo'shni Tojikiston Respublikasidan telefon bo'ldi. O yoqda da O'zbeklar var, Tojiklar var. Bu yoqdan xalqi ko'pisi bilmay turgan O'zbek og'aylarimiz var. Türkiye xalqlar. Laqaylar var, Qorliqlar var, Jarliqlar var. Alag'o'day degan urug'larimiz var. Ular Alag'o'day deganda endi dedim ozchilik bo'lar. U O'zbek millatining bir urug'i. Tojikistondan murojaat bo'ldi. Turkmenistondan murojaat bo'ldi. Olib kelib ko'rsatdik. Ya endi biz qarshi emasmiz, lekin bir yeri var. Bu xonadonga kelgan ayol qizlarimiz şu bu uyning shart sharoiti ko'nikish kerak. U shart sharoit bo'lganda böyle sihir yoktu ama sihir nereden bo'ladi? Sihirtimiz böyle bedeni yok. Kafası yok bu uyda. Bize okan malda aytamiz. Sebebi bu uyda bu uy kvartira. 2 qavatlı domning 2-chi qavatında o'zining ota-onasidan qolgan xonadonda yashaydi. 3 xonalı uy. Sharoitlari ne desem zor. Plastik ayna eshiklar, kuxnyası, zali, ondan başka ilk xonalı adını ilk xonasi var. Hojatxonasi, hammomı içinde, kirmashin, pilisus, hamma sharoit yaratib qo'yibdi shu ahvolda mana kasallanib kelgandan keyin. Hatta benim uyimda o sharoit yo'q. To'g'risini aytaman. O sharoitlar benim uyimda yo'q. To'g'ri. Hozir men meni oyoq qo'lim ishlaydi, ko'rib o'tiribsizlar, o'ng qo'lim ishlaydi, chap qo'lim ishlaydi, o'ng oyog'im ishlaydi, chap oyog'im ishlaydi mana. Yuraman, lekin benim o'nchalik sharoit etolmadim men to'g'risi. Hozir ko'rsat deyishlari mumkin. Ko'rsataman. Lekin o'zini yana anavi gap yozasizlar. Yaxshisi bu uyga bu kishiga turmushga chiqaman degan ayol qizlarimiz bo'lsa, bizga 88 dan 355 35 78 nomerinden O'zbekiston uchun boshqa qo'shni mamlakatlardan bizlarga aloqaga chiqish uchun +99 888 355 35 78 telefon nomerine Telegram'dan o'zingiz haqqingizda hurmatli ayol qizlar ma'lumotnoma atacaklar. Bizga ma'lumot atacaklar. Videodan çıkınlar Telegram'dan. Bize aloqaga chiqamiz sizga. Şu Bahodir do'stimizga telefondan kelib, mana söylashdik, ko'rsatamiz. Bizning kanalni qarab o'tir, operator. Kommentlarda aytib o'tiradi. Shuning uchun mana Bahodir do'stimiz laqaylar var, qorliqlar var, jarliqlar var. Yana bir marta o'zindan ham so'raymiz, mana noto'g'ri tushunishingiz mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri efir etib o'tiribmiz hozir.
Üstüdünce Lilo. Bahtiyar Cıram neredeyken? Moskova'da mı eken? Köp bulduk görüşmedik. Moskova'da. Moskva'da mı adı? mı? Yok iyiydi. Üyde mi? Üyündeyken bu kişinin Başka bıraktınız ağası mı? Bahtiyar Ekemiz hazır Üyündeyken. üyünde. Hazır demek? üyünde. Üyündeyken ama. Bana yok ha? Yok. Arap'ta mı? Bir zeyna. Ne yapıyor Parti- ama? Moskova'da mı sen? üyündeyken. Moskova'da gitti diyor o. Yok. Bak keselen kaçıp geldi. Ha, geldi mi? Hazır üyündeyken Bahtiyar Ekemiz bu kişinin ekesi üyündeyken. Kazak kabağı bir şey dedi. Şarayet Bolat'ın böyle. Şarayet Bolat. Adil Celkin'in. Adil Celkin'in. Aydıl Zarkın'ı Şarayet Kazak'a bağırıp işlemeyeyim ben. Şurada da tavuk ben Kudağa şükür. bir şey dedi. Şarayet Bolat dedi. Şarayet hakkında ne görürüm bu oyunu? Ya benim üyümde bu kişinin şarayeti yoktu dedim de. Şu He. Kazak'taki pulda şurada da tavuk ben Kudağa şükür. Lekin her kiminin üyünde her kıl şarayet bolalı. Onu anditip akıl veratıqlar köp. Lekin bu akıl üzerinizde bo'lmaydi. Üzerinizde bo'ladigan bo'lsa şu akıl bana onu akıl vermişler. O'zbekda bir maqol bor. Pichoqni avval o'zingga tiq, og'rimasa boshqaga deydi. Shuning uchun boshda buni Xudo bergan ochig'an miyani ishlatish kerak. Agar miya ishlamay turmasa, azman 2 soat miza suvga tiqib tursangiz o'zingizga kelasiz. Ishonavringlar. Selber kelleni ishlatib to'lash kerak. Tapir olib sizin uyingizga borsak aytilarkan, sizin uyingizda da shunday sharoit yo'q. O birovning uyi anaqa bor, bunaqa bor deydi. Erfalim mi oyunu? Ümidi bir abi. Ya aynı aytamam da bu kişinin uyunda şarait sizin de miydi yok? Yok. Ödüye sık çıkardım piyama. Ha? Ödüye sık çıkardım. Piyama ifetin atını atıyordun mu? Yapalım ortam. İfetin gözünü tadın mı? Maskın ne kızıl depti? Adil Celkin'in. Ha? Maskın ne kızıl depti? Türkçe'ye ben kızıktırıp durgu yok mu babada? Türkçe'ye yüreğim kızıktırıp durgu yok mu? Hani sen bir öyle mi ödeyeceksin? Bolada Salamat Bahtiyar Galet. Dünceli. Nasıl ki kızıl? Yine ne o gerek? Kimin yerine mişat ettirdi? O bir saval. Kim ben ifetin manasını tünüp al, ödeyeceksin. Kim bu? Men şu söyleşip durgan ağaçı ifirde. Kim bu merdanı yazıpsız? İfirдің maqsadı ne olduğunu bilip alıp durup ağaçına karşı muamele etip gerek. Az blokka tıktaşıyım iki kanaldanım. Ömür vakit bu kanala kavuşup kanal miting taşıyım. Sen bak oylanıp gerek. Ya yaş bala mısınlar bilmeyeyim ya. Yaşlarınız 40'a vardı. Üzerinizde nasıl bir vakitte? Türkçe günlüğü için onday. Yattık tutlama cevaptı. Senin miyen nuka açıkan. Tak şu oylan bana miyen, eğer miyen bolat olmasa. Ama kellenin içinde. Bu Yadgar degen biri aytıydı. Benim sırtımdan Moskvada bu uru vurup kuverdi kvartirasından deyip. Şu adam telefonunu toplayıp bir dedim. Kuyruğu olamıydı benimce. Allah. Şimdi bir ağaçı Yadgar'a bir telefon ettim. İpiydi koyver bizim de. Beni keldi de batır. Merdan Kuyruğu oturalım. ya hazır arkadan telefon etip batır. Onlardan. Sabur Gökçen. Geçte tanışmıyor adamlar orada. Kanal. Bu hılas bu dostumuz Bahadır. Bahadır dostumuz Bu üfürete oturan adam muamelesini yaxşı olsun dedi. ya muameleni başta komentariye karab turib muamele etiladi. Kahraman Ataboyev. Bu hech kim bir yomon niyatda efir etib o'tirib yo'q. Kommentariyda nasibing uchun qizil. Kimning ishi bor? Qizil bilan korishning farqina bormaydigan bo'lsa, u mening aybim emas bu. Mumkin daltonik chiqar. Ko'zi ko'rmaydigan qizil bilan korishning farqina bormaydigan. Ko'zi operatsiya oldu yakında. Ya shunday de. Ko'zdan operatsiya bo'lgan bo'lsam, onda sonra
Koydum alıp koyarken benim rengimi açıyor. Sizlerin yanındağı ne öyle? Ötenberber'in yanındağı. O yüzden ben verdim bir anda bütün zoğuttun nesi darada onun ayağında değil mi? Sanatoryum manlayında. Klinika var mı? Al. Ni? Yürüpüm gideri. Midye bu nezere. Ya Sayamit. Sayamet. Sayamet'te operasyon olsan. Şöyle oldu. Sayamit operasyon olsan sonra. Hey. Yazgarına biraz Kızın kaça evlenesen de o kaz büyük değil mi? Kazbik. Atlarım var, yazarım var. No kullas bu bakadır dostumuz beni yine özünü söyleştiremiz. Xuda kalasa bakadır dostumuz. Hadi şimdi yine biraz sohbetleşsek. Yine bir marta sana da Roza Ramazan ayları kutlu olarak olsun. Rahmet. Ama şu 40 gegen Roza ayının ahırı 10 kulübünde Leyletul Kadir gecesi deb aytılgan. Ana kaç gün ekeni aytılmagan. Şu Leyletul Kadir geceleri bilen tebrikleymen. Yaqinlashib keltirgan roza hayitlarimiz iyiydi. Roza oylarının haytlari bilan tabriklab qolaman. Hammamizga yaxshi odam bo'lsin, yomon odam bo'lsin, bizlar Xudoning bandasimiz. Hammani shu muborak Ramazon oyi bilan tabriklab qolaman. Negativ yazsin, boshqa yazsin. Ben bu Xudoning bandasizlar. Men aqlli bo'lgan bilan ham. Agar Xudoning bandasi emasman dedim, chiqib ketdim Xudoning territoriyasidan da o'zini boshqa xudo izlasin. Al bahadır dostum, bu Xudo kalasa Allah nasip etse müracaatım boyunca yine geldik mine. Burada 4-5 video çağırdık, gördüm. Facebook'tan hem çağırdık, başka yerlerden hem çağırdık, YouTube'dan başka ama videoda gördük. Kanı bak, yine bir iki adam yazganları oldu. Yaşın içedeken, adam olan içeden çağırsak ülenediken degenlerim oldu. Benim özüme komentere yazgan var, internetin başka sayfalarında. Üyüm özünekime, kvartirada yaşayma, onlara cevap qaytardım, ifir etimler, yaxşı ifir etemizdik, ifir et oturmaz. Yine bir mertebe aytamam, bu kişinin yaşap oturan hanadanı, Karalpakistan Respublikası, Beruni Tümeni, Beruni şehir, Broler'de, Kalsoy'daki domlarda yaşadı. Bu üy, içeride üyemez, bu üy, bu hanadan, ata en azından kalan hanadan bu kişinin. Bu putuyla yaşamıydı bu hanadanda. Bu atasından kalan, enesinden kalan hanadanda yaşadı bu kişi. Hiç kanda kvartirin emez, icareci emez. Doğru mu? Ağzında komentar yazdılar, telegram. Bana da YouTube'dan hem yazdılar, kontaktan hem yazdılar. Ya bu kişi icareci emez. Şarşarayt dedi. Ailede kanday anamını, ailesini çüntürdük, şarşaraytını çüntürdük. Daramat menbeyi dedi. Daramat menbeylerinden kuracak atıp ettik. Bu kişi Rusya Federasyası'na işe getirip çokta işler verip bir kança vakt işler verip çokta birden Xudoyim şunday dert bilen sana davlene bu kaç geldi. Şu xo'jayinlari firmasının özü hamma harakatini ko'tarib buyoqqa yubordi. Hozir ham shu kungacha men o'zim guvoman. Endi hammangizga ko'rsatmaymiz uni. Men o'zim tirik guvoman, Alloh taolo ko'rib turibdi. Bir turkman yigit jon etdi bunga. Mening ko'zim oldida. Boshliq so'rayapti. Ha nega dedi. Pul berdi, yuber deb aytdi dedi. To'g'rimi? Sana o'rnam ko'zimin oldida bu kartasının nömerini açtı, resimle çırpıp verdi. Oyak bağır 15 minut öttü mü ötmedi. Şu ışkılıp 15 minutun oyak bağında riski pul çıktı dedi. Çıktıversem o kanca minence sunma dedi. O kanca kanını açmayayım mı? Ben inanmadım.
mene deb ko'rsatdi. Allah ziyade etsin, Türk adam, Yevriy adam Moskvada. Türk'en Moskvada bize okşap pul işlep bala çakal bakaman degan adam bunun başlığı. Yevrey'en başka memleketten gelip işlep yürgen, lekin Uğursalar bilen yaşap ketken Yevrey. Şu ekovi buna yebert turadigan bo'ldi, молодец. Sebebi qo'lida 2000-3000 odamni boshqargan vaqtida santexnika bo'yicha. Yeni hükümete yardım etadi. Al olsun kommentariyda yeni yazdılar. Bahadır dostum, milleti qanday bo'lsin, yaşı necha yoshdan boshlab necha yoshgacha bo'lsin deb kommentariy yazdılar da. Şu an o'zing bir javob berib o'tsang, men ham aytdim. Yoshning ne ahamiyati bor? Ama главный mama şu men tushunatog'im, yoshning farqi yo'q. To'g'risi bala chaqal Abi çelim bir saat olup gitti. bala chaqal bo'lib kerak. Ya kim tarkalı olsun ifirimiz, kim tarkalı olsun. Kim tarkalı olsun. Bizlerin babacan yine o Nasım Hal, Belebete, Şokrat'tan kememezsiniz bize. Vaktinde onların bize akşam karara boçu bakın. Ben başka içtimai tarmakta yürgen vaktinde bunlar YouTube'a çıkıp sefer patlıcık yine bağlı. İpek etiyorik azmaz. Bizlerge yaşlının ahaneti yok. Kaşkaderya'ya varsa boyuma dedi Kazbek degen. Kaşkaderya varyantı. Kaşkaderya varyantı da var. Kaşkaderya'dan çıktılar. Kaşkaderya'dan hazır son kep turganlar bizlerge köbisi akıllılar bolup turuptu. Bakadır dostum yine kaç suhbetleşemiz de şeyim bilen. Hani bu men atacağım kommentariga. Neçe yaşgacha bolsun degenler bolduk. Bizege balagat yaşına yetken, ilacı bolsa, turmuşka çıkmagan, bakira kız bolsa, namuslu, iffetli kız bolsa, özünü saklagan kız bolsa, ilacı bolmasa, turmuşundan ajrashgan, farzandsiz, juvan kızlarımız bolsa, eğer o da doğulmasa, mayli turmuş ortağı vafat etkenler boladi. Bizlerimizin birinciden tapılganı yaxşı oldu deyipti. Hava ilacı barınca, lekin bize keng miqyasında to'g'ri birmeyden tug'ilgani yaxshi, lekin biz keng miqyasında so'rayapmiz O'zbekiston bo'yicha. Yana o. Onday bo'lmasa turmushidan ajrashganlar bo'ladi. Farzandsizlar. Onday ham chiqmasa bir farzandli bo'lsa da bo'ladi, Bahadır. Bize halis niyetler çok so'rashib o'tiribmiz. Bu dostumning murojaatini halis chiqarib o'tiribmiz bizlar. Yardım loyihasi. Yardım so'raganda bu kishida bize turmush o'rtoq topib berishga yordam berib o'tiribmiz. Pul uchun emas. Hadi şu oturuşundan mendan boy shu yigit. Endiki mega gelip söylemedi. Ha? Mega gelip söylemedi. Yaxshi. Shuning uchun Bahadır dostumuz millati qanday bo'lsin deb yozibdi. Millatning ham bizga farqi yo'q. Bizga nemis bo'lsa da, o'ris bo'lsa da, odam bo'lsin, odam. Yevriy bo'lsa ketaveradi. Ketaveradi, lekin odam bo'lsin. Odam degan atqa loyiq bo'ladigan bo'lsin. Nasibing uchun qizil, to'tiqushning uchun toji bor, qarg'an uchun qara deydigan odam. Bu bo'qning ichidan palov yeydigan odamlar bo'ladi. Bizga onda kerakmidi? Bahadır dostumuz, yaşının ahamiyeti yok, qayerdan bo'lishinin ahamiyeti yok bizga, to'g'rimi? Lekin oila bo'laman degani muhim bizlarga. Shukrani bala chaqal bo'lgan kerak. Ana
bu kişinin, bu dostumның bir marta uylanib baxtı bo'lmadi. Bir qizi bilan ajrashib ketdi. Baxtı bo'lmadi. Bu kişinin niyati uylensam, yana balali bo'lsam degan niyatda bizga murojaat etdi. Biz shuni chiqarib berayotirmiz. Kelgandan keyin misol uchun bu ertaga bir umr nagram bo'lib qoltirga yo'q bu. 2 yil burun qanday edi, hozir qanday ahvoli? 2 yil burun ko'rgan vaqtida qiyin edi. Hozir mana Xudoga shukr yurayotir. Oyoqqa turdi, kiradi, chiqadi. Ikkinchi etapdan zinadan pastga tushadi, qaytib chiqadi. Meni kutib oldi bugun pastda. Ana bu ertaga uylangandan keyin turmush o'rtog'i qo'lida bu kishi ketib boradi, ishga ketadi, netadi, ketayotgan vaqtida akasi ketdingizmi, dadasi ketdingizmi desa, kuzatib qolsa, kelgan vaqtida yelkasida, inida surgini tashlab, bir qomon suvni qizdirib, "Amalsoq yetib keldingizmi?" deb kutib oladigan turmush o'rtoq bo'lsa, kelaman degancha ana shu xonadonda buning o'rnida xo'jayin bo'lib, uyning xonadonning bekasi bo'lib kutib o'tiradigan turmush o'rtoq kerak. Like bosib berding. Shifosini bersin debdi. Amin, amin aytganingiz kelsin. Biriniz assalomu alaykum, shifosini bersin debdi. Amin, amin aytganingiz kelsin. Bizlarga ana shunday Xudoyni o'ylagan, yashining ahamiyati yo'q, millatining ahamiyati yo'q. Lejbi farzand ko'raladigan bir ayol qizlar kerak. Bizlar dunyodan bo'lgan bizlarga Alloh taolo nasib etgandan rozimiz. Hozir ana dunyoga bargan yaxshi, dunyodan olgan yaxshi deydi. Ko'rib ham yuribmiz, mening o'zim ham bir sinfdoshim o'qishda o'qib Avstraliyaga ketdi. Avstraliyada yurib shu Avstraliyaning tub aqalisi bir avariyaga, kulturni avariyaga boyga bordi. Bu yoqqa kelib to'y etdi. Kelgan vaqtida hayron qoldim. Kuyov bola kostyum chalib kelgan, mana burnundan bilib, bu yoqqa bir tovuqdingmi, indukdingmi bir suyagini o'tirib metib kelibdi. Aliya degan qiz bor, shu qiz. Avariyaga bordi. Bor. Yaqinda Amerikaga ketdi. Nega deb jikkana to'ydik. Sen qora parang baladan oq sarıdan kelgan bir sinfdosh qizim bor edi. Atini aytmay qo'ying. Ayla deb birovni endi aytib qo'ydim. Nega deb jikkana to'ydi. Shu qiz hozir Afrika qit'asi, Afrika materikida Zambiya davlatida shu yoqqa turmushga chiqdi. Bizga negr bo'lsin, Xitoy bo'lsin, Indus bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin, Qozoq bo'lsin, Turkmen, lekin odam bo'lsin. Shu bahodir do'stimizni xo'jayin deb hurmat etadigan bir iymonli, insofli orasida birovni so'rayapmiz. Saçlar qarash deydi hozir. Aytaversin, ya. U aytaversin. Bu yillardan ko'rsatgan ta'siri bu sochning og'argani, sochning tushgani. Onu bilgan biladi. Ya, misol uchun deganda, bizlarga odam ana shu bahodir do'stimizga xo'jayin deb qaraydigan, bahodirga ishonib orqasini suyadigan, orqamdagi tovim, orqa tovim deb hurmat etadigan. Manglayda yozganimizni ketaveradi deydi Husniddin Jalilov. Ana shunday bir turmush o'rtoq kerak bizlarga. Bunga da, menga da. Bari onday xatlar 2 kun 3 kun xatim bo'lib turib, uy uchun keladi. 1-2 yil yashaydi, bir bola tug'atdan bahona topib ajrashib ketdi, aliment o'ndiraman. Bu narsa bizlarga o'tmaydi u. Bizga unday kerakmidi? Agar shunday yo'lni niyatda yurib ega tegaman, bu kishiga xatim bo'lib shuni aytaman degan ayol qizlar bo'ladigan bo'lsa, hozirning o'zida u xiyollaringizni kallangizdan surib olinglar, kerakli yeringizga solib qo'yinglar. Mahkamgina. Shuning uchun iltimos,
Bu Bahadır dostumuz bile. Bahadır indi ipi 5 minut uyduna veremem. O'zing hakkında to'liq ma'lumotlarni aytib, nima deydi? Feride seviyor degan emas. Birisi de yazdı şuna. O'qir shu Farida degan. Assalomu alaykum yaxshimisizlar? Birinin qayerindansiz? Alloh shifo bersin. Bahodir aka gapirsinlar. Gapiradimi debdi. Hava gapiradi Bahadır. Bu kommentariyada Beruniy yozganlar. tumani broiler fabrikatidamiz hozir. Bu kishining xonadoni. Mana hozir Faridaxon opamizmisiz, singlimizmisiz? Mana o'zidan suhbatni beramiz. Men 5 minut salgina efirdan chetlashib turaman. Bu yoqqa meni telefonimda, kompyuterda bir ikki odam sal o'qivarum kerak bo'lib turibdi. Shuning uchun mana Bahodir do'stimizga berdim yana efirni. Marhamat Bahodir jo'ra. Assalomu alaykum debdi. Shunda o'tiribsiz. Hava. Assalomu alaykum. Mening atim Bahodir. Shu 1979-yil tug'ilganman. Burunlar Kalsavoy, hozirgi Abu Hayat mahallada turaman. 3-dom 4-kvartira shu men shu bloger yigitlarga shu uylanish maqsadida xabarlashdim bu yigitlarga shu meni netvaringni aloji bo'lsamiz, bu yoqdan beraveringlar deb xabarlashdim bu yigitlar bilan. Savol bo'lsa beringlar men. Ya o'zingiz haqingizda aslan aşkma efir ediyorum. Hozir звонок kelib qoldi. Aznaga Aznadan звонок. Bo'ldi. Hozir. Sen efir etdik. Mana yana bir ikki odamlar telefon etyapti. Alo. Громко. Бол. Алло, Надь. Алло. Это гипнозприятие. Алло. Yardımlaştık ipiye. Evet, endi kommentariyada o'qiymiz biz zaman xudo xolasa endi. Efirdagilar assalomu alaykum hammaga. Kirganlar qiyin bo'lmasa bir like bosib qo'yinglar do'stlar. Like'larimiz kam. Keng tarqalish uchun like bosib beringlar. Kommentar yozinglar, bemalol kommentarlarda o'qib shuna qarab atvet qilamiz. Kimda qanday savol bor? Nomzodimiz 1979-yil Bahodir aka. Emilaysizmi? Amin. Ahmetov Bahodir. 1979-yil 21-yilda tug'ilgan. Like'ni bosib Murodbay Abdolov. Bu Bahodir o'zi qisqinchoq bola, kam gap debdi Husaydin Jalilov. Oğlumlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Birinin qayerdasiz? Alloh shifo bersin Bahodir aka. Gapirsinlar. Gapiradimi debdi. Gapirdingizmi? Beruniy Kalsavoy burun g'azilga Abu Hayat mahalla. 3-dom 4-kvartirada turaman. Og'abek Yusupov degan usta, bu kasalingiz bor biroq aytib o'ting debdi. Aytganim. Men insult bo'lganman, to'g'risi aldim 6 yil burun insult bo'lib qoldi. Hozir yaxshiroqman, astanazenda ayaqqa turib boshlayapmiz, söhb boshlayapmiz, Xudoga shukr. Shukr qilamiz Alloh taologa. Kimda qanday savollar bor? Yana savollarınız bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Og'abek Yusupov yurasizmi debdi. Ha, yura olaman. Uyning ichida tayoqsiz bemalol yuraman o'zim. Bemalol yuradi. Unda biroq oyoq sal aqsa bo'laman. Aqlli, esli, hushli qiz bo'lsa-da yurib ham ketaveradi. Yurib ham ketib gaplashasizmi? Qo'ydingmi uni? Надя, созвонимся, солнышко, я тебе перезвоню. Где ты мне... Ну ладно, до завтра тогда, солнышко. Yuradi. Og'abek Yusupov bemalol yuradi. До завтра. Agar shifo bersin debdi.
Başka telefon değil Yak lan. yak yak şu yana çık gittim ya çık gittim o. Telefon açtım. Ya Adnan'dan ne ettiniz mi Adnan'dan? Ya adadan sonra kuyruğu bu. Bahadır yakalamasın ama. Ava. Öyle koşsun. Ama nereden zorlaştırırdım dedim ya. Çıksan da güneşi iyi olur. Ava. Bahadır dostum. Xudo kalasa bizaga oila bo'laman, oilani qadriga yetgan odamlar kerak, to'g'rimi? Ha. U millat saylamaymiz biza. Millatni o'zining kimligini bilmaydiganlar millat ayiradi. Millatning yomoni yo'q. Millatning hech qanday yomoni yo'q. Hech qaysi millatning yomoni yo'q. Yomon odamlar bo'ladi. Niyati buzuqlar bo'ladi. Kommentara okuyup. Ama kommentariyalarni o'qib netur. Okudu Abi olmuyor. ya buna yazılar netur, turları biriga. Söyle. Demek yangi kirib kelganlar обязательно kanalga like bosib, подписчикlarni bilib qolaga. Ava WhatsApp, Do'stlar, imo like